To'rtinchi mavzu, bu ham chorrahali. Bular endi tartibga solinmagan, teng ahamiyatga ega bo'lmagan deyiladi. Chunki bu yerda asosiy yo'ldagi haydovchilar bor. Mana shu 4 ta belgi asosiy yo'lni bildiradi va ikkinchi darajali yo'ldagi haydovchilar bor. Mana shu ikkita belgi yo'l berishni talab qiladi, ya'ni yo'l bering deyiladi. Endi haydovchi chorrahalida belgilarni joylash tartibini bilish kerak. Birinchisi, agar bizda asosiy yo'l belgisi turgan bo'lsa, значит, ro'paradagi haydovchida ham asosiy yo'l belgisi turibdi. Asosiy yo'l har doim ikkita bo'ladi. Bitta bo'lmaydi, 3 ta bo'lmaydi. Значит, ikkita yo'l asosiy bo'lgandan keyin qolgan ikkita yo'l o'z-o'zidan yo'l bering hisoblanadi. Har doim birinchi bo'lib asosiy yo'ldagilar o'tadi, agar ular bir-biriga xalaqit bermasa. Asosiy yo'ldagilar o'tganidan keyin ikkinchi darajali yo'ldagilar o'tadi. Ular ham bir vaqtda o'tishi mumkin, ikkinchi bo'lib, faqat bir-biriga xalaqit bermasa. Endi asosiy yo'l yoki yo'l bering belgisini ostida mana bunaqa qo'shimcha belgi o'rnatilgan bo'lsa, bu chorrahada belgilarni joylashishini sxemasini bildiradi. Ya'ni ko'rib turibmiz, 10 tarafga ingichka chizuv chizilgan. Значит, oq mashinada yo'l bering belgisi turibdi. To'g'riga ham ingichka chizuv chizilgan. Значит, qizil mashinada ham yo'l bering belgisi turibdi. Chap tarafga bo'lsa qalin chizuv chizilgan. Значит, chap tarafdagi uchebli mashinada asosiy yo'l belgisi turibdi. Значит, belgilar quyidagicha joylashganini bizga tushuntiradi. Endi asosiy yo'ldagi haydovchilar uchun bitta narsani bilish kerak. Ikkinchi darajali yo'ldagi haydovchilar yo'q hisoblanadi. Ya'ni o'tish navbatini aniqlayotganda asosiy yo'ldagilar ikkinchi darajali yo'ldagilarni umuman inobatga olmaydi. Ya'ni asosiy yo'ldagilar uchun faqatgina oq bilan uchebli mashina bor. Ikkita asosiy yo'ldagi haydovchi bir-birini yo'lini kesib o'tadigan bo'lsa, unda bularning o'rtasida o'ng qo'l qoidasi bo'lishi kerak. O'ng qo'l qoidasiga asosan bu yerda birinchi bo'lib ko'k o'tadi, keyin uchebli mashina o'tadi. Asosiy yo'ldagilar birinchi, ikkinchi o'tib ketganidan keyin ikkita yo'l beringdagi mashinamiz qolyapti. Ikkita yo'l beringdagi mashinalar ham xuddi shunaqa o'ng qo'l qoidasiga amal qiladi. Ya'ni bu vaziyatda qizil 3-chi o'tadi, oq 4-chi o'tadi. Endi agar asosiy yo'lda bir vaqtda tramvay bilan avtomobil bo'lsa, bularning o'rtasida o'ng qo'l qoida bo'lishi kerak. Lekin biz bilamiz, tramvay o'ng qo'l qoidasiga amal qilmaydi mashinalarga nisbatan. Shuning uchun ham birinchi bo'lib tramvay o'tadi, undan keyin oq mashina o'tadi. Yo'l beringdagi oxirgi o'tadi, agar biron bir asosiy yo'ldagi bilan yo'li kesishsa yoki tutashsa. Lekin agar tramvayda asosiy yo'l emas, yo'l bering belgisi bo'lsa, tramvay ham majbur asosiy yo'ldagi haydovchini o'tkazib yuborishga. Shuning uchun ham oq mashina birinchi o'tyapti. Tramvay bilan ko'k bo'lsa, ikkita yo'l beringdagilar ikkinchi bo'lib o'tyapti. Ya'ni yo'l beringdagi haydovchilar bir-biriga xalaqit bermasa, bir vaqtda o'tishi mumkin. Qoidada даже shunaqa aytilganki, yo'l beringdagi haydovchi asosiy yo'ldagiga xalaqit bermaydigan bo'lsa, asosiy yo'ldagi bilan bir vaqtda o'tishi mumkin deyilgan. Keyin asosiy yo'ldagi haydovchi agar chapga buriladigan bo'lsa, chorrahaga kelib to'xtash kerak. Sababi ro'paradagi mashinada ham asosiy yo'l bo'lsa, birinchi bo'lib ro'paradaga o'tib ketadi, chunki bularning o'rtasida o'ng qo'l qoida bo'ladi. Shuning uchun ham qizil birinchi o'tadi, oq bo'lsa ikkinchi o'tadi. Lekin asosiy yo'ldagi chapga buriladigan bo'lsa, ro'paradagi mashinada yo'l bering bo'lsa, unda asosiy yo'ldagi bilan yo'l beringning o'rtasida o'ng qo'l qoida bo'lmaydi. Ya'ni asosiy yo'ldagi birinchi o'tadi, chapga burilsa ham, yo'l beringdagi ikkinchi o'tadi. Chunki qoidada aytilganki, asosiy yo'ldagi haydovchi qat'iy yurishdan qat'iy nazar to'g'riga, o'ngga, chapga yo'l beringdagi uni o'tkazib yuborishi shart deyilgan. Shuning uchun ham testlarda bir xillada asosiy yo'ldagi chapga burilganda birinchi o'tadi, bir xillada ikkinchi o'tadi. Chunki ro'paradagi haydovchida nima belgi turganiga bog'liq. Agar ro'paradagi asosiy yo'l bo'lsa, значит, chapga burilayotgan asosiy yo'ldagi ikkinchi o'tadi. Agar ro'paradagi haydovchida yo'l bering bo'lsa, asosiy yo'ldan chapga burilayotgan birinchi o'tadi.